Ibrohim aka ushlang aka. Hop, oting aka uni uzoqqa. Aka, iftorlikka shashlam pishiryapsizmi? Mana qo'y go'shti. Qo'y go'shti, bular mol go'shti. Bular qiyma aka. So'qatmadingizmi? Yo'q, sovuq bizdan yiroq. Ko'mirgimda yiqib turibsiz aka. Ko'mir tafsida. Xo'p aka, zakazga ketyapti. Xo'p, yaxshi. Qanchalik yo'qmi aka? Qaynog'iga tayyor mana choylari joylari bilan. Maşallah, maşallah. Ibrohim aka, muxlislar bitta like bosib qo'yinglar shu videoga. Jigar mana sovuq, issiq demasdan polniy xalqqa xizmatda. Sovuqda qor yog'ayotgan payt xalqimizga xizmat. Okajonim, iftorlikka ozgina vaqt qoldi. Hozir zakazlar chiqib keladi hammasi dastavkaniki. Zallik ham chiqib keladi. Taqalatib beringlar. Xudo xolasa bugun sal voqlar yopamiz aka. Ketaverasizlar, maza qilib uyga borib issiqqina o'tirasizlar. Okajonim, O'rin aka tayyormisiz? Bo'ldi. Jigarlar, biz tayyormiz. Tezda kelamiz, tezda. Iftorlikka eng to'g'ri tanlov bu Sardor kafesi jigarlar.